Hozir gapirgan gapingizga destva qiling-da, gapiring endi. Men qayerga nima qilib gullat yurgan ekanman? Davay, gapiring. Agar shu gapingizga javob bermasangiz, yertaydan ham toptiraman men sizda. Mana qarang, nima bunaqa gaplashyapsiz men bilan tushunmadim. Bir sekund. Hozir Feruz aka tepaga chiqing-da. Mana bu yoqqa chiqing-da. Feruz aka chiqing-da mana bu yerga. Feruz aka mana bu yoqqa chiqing, men gullat yurganmishman. Mana bu ushlayapti birov taydan sug'urib. Birov tagidan sug'urib, Dagasat qiling. Erkakmisiz? qanaqa gaplashyapsiz siz men bilan? Qo'lingizni to'g'rilab gaplashing. Ha? Osiltirib yuribsiz manoningizda? Erkakmisiz? Menga qarang, qo'lingizni to'g'rilab gaplashing men bilan, tushunyapsizmi? Qayerda gullat yurgan ekanmanmi? Menga qarang, men sizga yana gapiryapman. Hurmatingizni biling sizlab gapirganimda. Men hurmat qilib gapiryapman. Men qayerga Feruz aka juda yaxshi taniydi meni. Javob bering. Feruz aka juda yaxshi taniydi meni. Feruz Nazarov aytyapsizmi? Hop, tanisa aytsin kelib. Feruz aka juda yaxshi taniydi meni. Bo'ldi tanisa. Gapingizga Feruz chiqing maqachiga. Nima uchun bu gapni gapiryapsiz? Xo'p, nima uchun bu gapni gapiryapsiz? Birortasini tagida ushlab oldim deyapman. Xo'p, nima uchun gullat yuribsiz deyapsiz? Kimni tayinlab topolib, men kimni gullat yurgan ekanman? Yaxshimisiz Moskvani gullatib yuribsizmi desa? Hop, nima uchun men gullat yurishim kerak? Nima deydi? U bu kimi tagidan tortib oldim. Gullatdan kelmaganman Moskvada. Og'zingizga qarab gapiring. Menga qarang, to'ningizni to'g'rilab gaplashing men bilan. Feruz, gapingizga javob bering. Siz aytyapsiz, Alaykum assalom, Feruz, qalaysiz? Moskvani borki, normalni odam gullatmaydi. Siz menga hozir normalni gapirmayapsiz. Mana shu yerda Sardor turibdi nechtdan beri. Duxovkangizni yopib turing-da, men Feruz bilan gaplashib olaydi. Feruz bilan borasiz, lichkasida gaplashasiz. Tushundingizmi? Og'zingizga qarab gapiring. Tushundingizmi? Men bu yoqqa kelib jalablik, g'arlik qilib yurgan joyim yo'q. Xudoga shukr, men ishlayman. Mana Feruz aka ko'rganman qayerda ishlashimni. Tushuntira oldimmi? Men sizga qachon jalablik, g'arlik WhatsAppchilarga aytasiz, videochilarga. Menga gapirish sizga emas. Sizga qachon jalablik qildingiz dedim, Gullat yursa og'zingga qarab gapir, o'zingdan ketma. Menga qara, shantajlik qilma, yop naxuy ovozingni. Chetayani shantajlik qilma, naxuy menga. Turqitarovatingga sani. Basharingga qo'ttag'im. Dishovka. Musa. Og'zingga berib yuboraman naxuy. Chetanerga Moskvada og'zingga berib yuboraman. Kimsan sen? Og'zingga qo'ttag'im. Sen kimsan? Bir hid haromni. Menga qara, musursan, amsan. Chetay musor. Davay gapingga destva qil desam, men unaqa ma'noda gapirmam. Siz qanaqa tushundingiz meni deydi. Erkak biza hozir chiqardida, ha deb. O'zi bir sassiqomdan tushganda, qayerdan tushgan bo'lmasa? Kutdan tushganmi bu? Ya, Samir aka, hozir kelyapti-da, ha, Moskvani gullat yuribsiz. Men Moskvani gullat yotgan ayol emasman. Moskvani gullat yotgan ayol emasman. Ishim bor, Xudoga shukr, ishimni qilaman. Vyxodnoy kunim, vyxodnoy uyimda ko'chaga chiqib yuribmanmi? Uyimda o'tiribman-ku. Sizni biza bilamiz, prosta ana kiyimizni ko'rib, nima qilib, endi shunaqa noto'g'ri tushunganda ular. Biz sizni bilamiz. Bunaqa sassiqlarga. Boratda WhatsApp siladagi videochilarga qiladi. O'zini xotin nima qilib yuribdi, qayerdan biladi? Xotin ham O'zbekistonga siktir yurgandir-da. Hali ham omon bor. Yo'q emas, hali ham bor. Sen kimni balasisan? Sen Qo'toqni balasimisan? Qayerdan tushgansan? Qo'toqdan tushgansanmi? Ayt. Qayerdan tushgansan? Sen bir sasib ketgan 1 metr latdan olmay tiqayotgan bir ayoldan tushgansan-da. Qayerdan tushgansan o'zing? O'zing ham xotini bor. Bu yoqqa Moskvaga yurgansa xotini o'z mazza qilib O'zbekistonga siktir yuribdi. Ishga borib kelay deb. Nima qilib yuribdi?